Tasavvur qiling, sizning shahringizda juda ham muhim yuklarni tashiydigan transport vositalari bor. Bu transport vositalari oziq-ovqat, qurilish materiallari va yoqilg'i tashiydi. Ularsiz shahar to'xtab qoladi. Ammo bu transport vositalarining bir muammosi bor. Ularning ba'zilari nosoz. Ular yo'l o'rtasida to'xtab qoladi yoki ag'dariladi. Vaqt o'tgan sayin yo'llar torayib boradi va oxiri butunlay yopilib qoladi. Shaharga umuman yordam kelmaydi va shahar tanazzulga uchraydi. Bizning qon tomirlarimiz bu o'sha shahrimizdagi yo'llar. Yuk mashinalari esa xolesterin va uni tashuvchilar. Ko'pchilik xolesterin bu dushman deb o'ylaydi. Lekin xolesterinsiz bizning miyamiz to'g'ri ishlamaydi. Gormonlarimiz ishlab chiqarilmaydi. Hujayralarimiz qurilish materialsiz qoladi. Bugun Dunyoqarash kanalida biz xolesterin haqidagi barcha afsonalarni parchalaymiz. LDL va HDL o'zi nima? Nega yomon xolesterin aslida yomon emas, xavfli? Biz qanday qilib qon tomirlarimizni o'sha aytilgan avariyadan saqlashimiz mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ling. Obuna bo'ling, biz boshlaymiz. Har yili dunyo bo'ylab 17,9 million inson yurak va qon tomir kasalliklari sabab hayotdan ko'z yumadi. Bu saratondan, qandli diabetdan va hatto COVID-19 dan ham ko'p. Bu har bir daqiqada 34 ta odam bu kasalliklar sabab hayotdan ko'z yumyapti deganidir. Endi to'xtab bir o'ylab ko'ring. Oxirgi marta qachon qon tahlili qilgansiz? Doktor sizga qoningiz tarkibida xolesterin yuqori deb aytdi. Bu ma'lumotni eshitib, ichingizda nimani his qildingiz? Ko'pchilik bu ma'lumotni eshitib, bosh irg'ab uyga qaytadi. Keyin ko'ramiz deydi. Chunki og'riq yo'q, hech narsa sezilmaydi. Aynan mana shu xolesterinning eng xavfli tomonlaridan biridir. U yillar davomida jimgina ishlaydi. Bu o'zgarishlarni biz umuman sezmaymiz, tanamizda his qilmaymiz. 2004-yil 48 yoshli o'qituvchi sog'lom ko'rinadi. Sport bilan shug'ullanmaydi. Ba'zida tamaki iste'mol qiladi. Lekin kasallik alomatlari yo'q. Bir kuni dars o'tish davomida ko'krak qafasida kuchli og'riq sezadi. Tez yordam chaqirishadi. Zudlik bilan reanimatsiyaga olib ketishadi. Tashxis yurak xuruji. Bir necha kundan so'ng doktor shunday deb aytadi. Sizning qon tomirlaringiz uzoq yillar davomida 10-15 yil davomida torayib kelgan. Agar siz o'z vaqtida qon tahlili qilganingizda buni oldinroq sezgan bo'lardik va buni oldini olgan bo'lardik deb aytadi. Ko'rib turganimizdek, 15 yil hech qanday og'riqsiz, bizga sezilmasdan bu jarayon amalga oshdi. Avval eng katta xatoni to'g'rilashdan boshlaymiz. Ko'pchilik xolesterinni biz uchun dushman deb o'ylaydi va undan tezroq qutulishga harakat qiladi. Lekin bu noto'g'ri. Xolesterin bizning tanamiz uchun o'ta zarur bo'lgan modda. Uning bo'lmasligi o'limga olib keladi. Nima uchun? Birinchidan, tanamizda 37 trilliondan ortiq hujayralar bor. Va hujayralarimiz devori qurilishi uchun xolesterin asosiy modda. Hujayra membranasining taxminan 40% xolesterindan qurilgan. Ikkinchidan, xolesterin jinsiy gormonlar, testosteron va estrogen ishlab chiqarishda o'ta muhim ahamiyatga ega. Uchinchidan, D vitamin sintezi xolesterinsiz amalga oshmaydi. To'rtinchidan, ovqat hazm qilish uchun muhim bo'lgan o't kislotalari xolesterindan ishlab chiqariladi. Demak, xolesterin hayotimiz uchun o'ta muhim bo'lgan modda. Muammo boshqa yerda. Asosiy muammo xolesterinni tashuvchi transportyorlarda, ya'ni LDL va HDL da. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun xolesteringa tashuvchilar kerak? Chunki xolesterin bu yog'simon modda, ya'ni lipid. Qonimiz esa suv tarkibli modda. Plazmaning 90-92% suvdir. Maktabdan bilamizki, yog'lar suvda erimaydi. Shuning uchun tana xolesterinni lipoproteinlar deb ataluvchi maxsus transportyorlar ichiga joylaydi va qon orqali kerakli bo'lgan joyga jo'natadi. Bu lipoproteinlarning ikkita turi bor. Buni video davomida keng tahlil qilamiz. LDL, ya'ni low density lipoprotein, past zichlikdagi lipoprotein. U xolesterinni jigardan olib tananing barcha hujayralariga yetkazib beradi. Ko'rib turganimizdek, bu juda ham muhim vazifa. Lekin uning bir muammosi bor. U xolesterin yukini keraksiz joyda tushirib ketadi. Ya'ni qon tomir devorlarimizda.
Va bu yuklar asosan qon tomirlari yallig'langan bo'lsa yoki shikastlangan bo'lsa, o'sha joylarda tezroq to'planadi. Va bu yillar davomida katta bir to'plamga aylanadi. Bu ilmiy tilda ateroskleroz deb ataladi. Avval aytgan hikoyamiz qahramoni tomirlarida 15 yil davomida to'planib borgan. HDL, High Density Lipoprotein, ya'ni yuqori zichlikdagi lipoprotein. U teskari yo'nalishda ishlaydi. Qon tomirlarimizda qolib ketgan xolesterinni jigarimizga qaytarib olib keladi va u yerda parchalanadi va tanadan chiqariladi. Demak, HDL biz uchun tozalovchi vazifasini bajaradi. Shuning uchun LDL yomon xolesterin, HDL esa yaxshi xolesterin deb tushuntiriladi. Lekin bu nom qisman noto'g'ri. Chunki LDL o'zi yomon emas, HDL esa yaxshi emas. Muhim narsa bu muvozanat va nisbatda. Bundan ham muhimrog'i LDL ning zarrachalari sifati va ularning katta kichikligiga bog'liq. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Keling, hikoyamiz qahramonini 15 yil davomida qon tomirlarida yig'ilib borgan to'siq qanday shakllanganligini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Bu juda ham muhim ma'lumot. Bu bilim sizning hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Birinchi bosqich: shikastlanish. Hammasi sog'lom insondan boshlanadi. Bilamiz, vaqt o'tishi bilan turli xil ta'sirlar, yallig'lanish, tamaki iste'mol qilish, atrof muhitdagi zararli moddalar, yuqori qon bosimi, qon tarkibidagi yuqori shakar, qon tomirlari devori, ya'ni endoteliyni zararlaydi va u yerda kichik yara hosil bo'ladi, ya'ni shikastlanish hosil bo'ladi. Bu kichik shikastlanish bizga ko'rinmaydi va sezilmaydi. Ikkinchi bosqich: qon tomirlari devori shikastlangan joyga LDL zarrachalari kirib qoladi va u yerdan qaytib chiqa olmaydi. Biz uchun ayniqsa kichik o'lchamdagi LDL zarrachalari kattaroq zarar yetkazadi. Ular kichik o'lchamlari sabab bu shikastlanish joyiga osonroq kirib oladi. Uchinchi bosqich: oksidlanish va yallig'lanish bosqichi. Qon tomir devorlarida LDL zarrachalari yig'ilib boradi va ular oksidlanadi, ya'ni qo'pol qilib aytganda zanglaydi. Va bu tanamiz uchun yot modda ko'rinishda shakllanadi. Va bilamizki, immunitet tizimidagi makrofaglar ularga hujum qiladi va ularni yutishni boshlaydi. Va ular haddan tashqari ko'p yutganliklari sabab foam cells, ya'ni ko'piksimon hujayralarga aylanadi va o'sha yerda o'ladi. To'rtinchi bosqich bu aterosklerotik plak. Bu bosqichda o'sha yerda o'lgan hujayralar yog' hujayralari va kalsiy bilan birikib to'siq hosil qila boshlaydi. Va bu yerda yillar davomida bu to'siq o'sib boradi. Tomirlarimiz torayib boradi va qon oqimi qiyinlashadi. Beshinchi bosqich, ya'ni eng xavfli lahza. Bu to'siq to'satdan yorilib ketadi. Tanamiz bunga tabiiy reaksiya bildiradi va trombotsitlar tomonidan u yerda qon ivib qoladi. Qon ivish natijasida tromb hosil bo'ladi va tomirimizni butunlay to'sib qo'yadi. Tomirimizda qon oqimi to'xtaydi. Agar bu jarayon yurakda sodir bo'lsa, infarkt, ya'ni yurak xuruji. Agar bu jarayon miyamizda bo'lsa, insult sodir bo'ladi. Hikoyamiz qahramoni dars o'tayotgan paytda aynan shu jarayon sodir bo'ldi. Biz ko'pincha qon tahlil natijalariga bee'tibor bo'lamiz. Umumiy xolesterin tekshiruvdan ko'ra LDL, HDL, trigliseridlar miqdorini tekshirish juda muhim. Lekin doktor Atiya va zamonaviy kardiologlar faqat LDL ni tekshirish yetarli emas degan fikrda. Ular qo'shimchasiga apolipoprotein B, ya'ni ApoB ni tekshirishni tavsiya etadi. Bunda ApoB natijalari qonimiz tarkibida qancha miqdorda LDL zarrachalari borligini ko'rsatadi va ularning katta kichikligini ham ko'rsatib beradi. Agar qonimiz tarkibida katta o'lchamdagi LDL zarrachalar bo'lsa, xavf biz uchun nisbatan kamroq. Agar zarrachalar miqdori juda ham kichik bo'lsa, xavf oshib boradi. Keyingi safar shifokor qabuliga borganingizda ApoB tahlil qilishini doktoringizdan so'rang. Endi amaliy qismga o'tamiz. Hozir ilm-fan tomonidan tasdiqlangan 6 ta yondashuv haqida gaplashamiz. Birinchisi, to'yingan yog'larni cheklash, lekin barcha yog'larni emas. Eng katta xatolardan biri bu hamma yog'lardan qo'rqish. To'yingan yog'lar, ya'ni
hayvon yog'lari, palma moyi va ba'zi bir o'simlik moylari LDL miqdorini juda ham oshiradi. Biz bularning iste'molini nisbatan kamaytirishimiz kerak. To'yinmagan yog'lar, zaytun yog'i, yong'oqlardan olingan yog', baliq yog'i aksincha HDL miqdorini ko'paytiradi va LDL ni pasaytiradi. Bilamizki, O'zbekistonda an'anaviy oshxona hayvon yog'laridan haddan tashqari ko'p foydalanadi. Biz bulardan butunlay voz kechishimiz kerak emas. Shunchaki ularning iste'molini nisbatan kamaytirishimiz kerak. Ikkinchi yondashuv bu omega 3 iste'moli. Biz hafta davomida imkoniyatdan kelib chiqib 2-3 marta losos yoki sardiniya baliqlarini iste'mol qilishimiz kerak. Ular qon tarkibidagi triglitseridlar sonini 25-30% ga kamaytiradi. HDL miqdorini oshiradi. Qon tomirlari yallig'lanishini kamaytiradi. Bilamiz, O'zbekiston dengizdan, okeandan ancha uzoqda bo'lgan davlat. Tez-tez baliq iste'mol qilish ba'zida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun omega 3 kapsulalarini baliq o'rnini bosuvchi alternativ sifatida iste'mol qilishimiz mumkin. Uchinchi yondashuv tola, ya'ni kletchatka iste'moli. Biz ichaklar mikrobiomi mavzusida bu haqida ko'proq gaplashgan edik. Kletchatka, ya'ni tola iste'moli tanamizdagi LDL ni pasaytirishda juda ham katta ahamiyatga ega. Qanday qilib deb so'rashingiz mumkin. Eruvchan tolalarni iste'mol qilganimizda hazm qilish jarayonida gel hosil bo'ladi va bu gel LDL ni bog'lab tanadan olib chiqib ketadi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, kuniga 5-10 grammdan qo'shimcha tola iste'mol qilish LDL miqdorini 5-10% ga pasaytiradi. Demak, oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, kletchatka iste'moli biz uchun juda ham muhim. To'rtinchi yondashuv. Bu harakat. Kundalik yurish va velosiped haydash tanamiz uchun va yuragimiz faoliyati uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Bu tanamizdagi HDL miqdorini oshiradi. Qon tomirlarimiz elastikligini yaxshilaydi. Haftasiga kamida 150 daqiqa yurishimiz kardiologlar tomonidan tavsiya etilgan minimum miqdordir. Bu taxminan bir kunda 20 daqiqa piyoda yurishga tengdir. Demak, doim harakatda bo'lishimiz kerak va bu biz uchun juda ham foydali. 5-yondashuv bu tamaki iste'molini to'xtatish. Bilamizki, tamaki iste'moli biz uchun juda ham zararli. Lekin qanchalik zararli ekanligini biz tasavvur qilishimiz juda qiyin. Misol uchun, tamaki iste'moli to'g'ridan-to'g'ri HDL, ya'ni high density lipoprotein miqdorini kamaytiradi va u LDL ni oksidlanishi va qon tomir devorimizda to'siq paydo bo'lishini tezlashtiradi. Tamaki iste'mol qiluvchi inson tamaki iste'molini tashlagan paytda 1 yil davomida yurak xuruji xavfi 50% kamayadi. 1 yil tamakisiz hayot va yarim xavfdan qutulish. Tanlov o'z qo'lingizda. 6-si bu dori vositasi haqida, ya'ni statinlar. Biz sog'lom hayot tarzini boshlashimiz mumkin. Yangi parhez, hayot tarzini o'zgartirish, lekin ba'zida bu bizga yordam bermaydi. Genetik sabablarga ko'ra ba'zi insonlarda LDL yuqoriligicha qoladi. Bu hollarda shifokor statin dorilarini iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Statinlar juda ham chuqur o'rganilgan dori vositalaridir va ular yurak kasalliklari va yurak xuruji xavfini kamaytirishi allaqachon isbotlangan. Lekin bunda muhim bir vaziyat bor. Statin dori vositalari shifokor tavsiyasi bilangina qabul qilinadi. O'zboshimchalik bilan emas. Hikoyamiz qahramoni yurak xurujidan so'ng hayotini tubdan o'zgartirdi. Sog'lom hayot tarzini boshladi. To'g'ri ovqatlanish, kundalik jismoniy mashqlar bajarishni boshladi. Tamaki iste'molini to'xtatdi. 6 oydan keyin LDL miqdori normal darajaga tushdi va HDL miqdori oshdi. Bugun u 60 yoshda. O'zini sog'lom his qilyapti va nabiralari bilan birga o'ynayapti. Siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin. Bugun biz ko'rdik, xolesterin biz uchun dushman emas. U hayotimiz uchun juda ham muhim modda. Lekin LDL ning ortiqchaligi va yallig'lanish bilan birga amalga oshishi qon tomirlarimiz devorini yillar davomida toraytirib boradi va u yerda to'siq paydo bo'lishni boshlaydi. HDL esa bizga bu xavfni kamaytirishda yordam beradi. Bizning maqsadimiz bu LDL va HDL o'rtasidagi muvozanat. Biz bu muvozanatga sog'lom hayot tarzi va sog'lom ovqatlanish
kundalik jismoniy mashqlar bajarish, yetarlicha va sifatli uxlash orqali erishishimiz mumkin. Biz uchun bilim bu birinchi qadam edi. Va bugun siz birinchi qadamni tashladingiz. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Bu ularning hayot tarzini o'zgartirishda birinchi qadam bo'lishi mumkin va ularni yurak xurujidan va boshqa asoratli holatlardan asrab qolishi mumkin. Fikrlaringiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.